Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan awazining kündilik xəvərlərini görüşüngizdən qarşı alamiz. Avstraliya İstratېگىيەلىك siyasət İnститۇتى Şərqىy Türkistandakı uzunluqi 3 km kəldiğan bir لاگېرنى ашкарылды. Xitay kompartiyisi atalmış İslam həcc tədbirlərini elan qıldı. Aqsaray Amerika parlamentidin Tayvan dairələrə 3 qoral setiş kelişimini təsdiqlashni talab qildi. Fransiyanın Çingizxan və Moğol imperiyası ko'rgazmasi Xitoyning yo'lsiz talablari bilan amaldan qoldirildi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın paytaxt deb chakarlanish xotiri kuni munosabati bilan telegramma tarqatdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Avrasiyya İstratېگىيەلىك siyasət İnститۇتى Xitayning Şərqi Türkistandakı uzunluqi 3 km keldiğan g'oyat zo'r ko'lamlik bir lagerning sun'iy amra suratini oshkorlagan. Avrasiyya İstratېگىيەلىك siyasət İnститۇتى xalqaro tor markazining tadqiqotchisi Nathan Roser Şərqi Türkistanda Xitay tarafidan qurgan 3 km uzunluqdagi lagerning suratini to'rda e'lon qilib, ko'lamining desni bag'isi bilan teng ekanligi, lagerdagi mahbuslarning diniy va madaniyatiga aloqador atalmish jinoyatlar sababli tutqun qilinganligini bildirib, o'tgan yil noyabr oyida kengaytirilib 1 km uzartilgan. Lekin Nathan Roser 3 km uzunluqdagi lagerning konkret qaysi rayonga joylashganligini ko'rsatmagan. İlgiri BBC tarqatgan lagerlar haqidagi bir naq maydon xabarda Şərqi Türkistandagi eng cho'ng lagerning Urumchi atrofidagi Davanchangga joylashganligi bildirilgan. Avstraliyalik mutaxassislar Davanchangdagi lagerga 130 mingdek odam sig'adiganligini ilgari surgan. Nathan Roser Avstraliya İstratېگىيەلىك siyasət İnститۇتىning o'tgan oyda e'lon qilgan lagerlar haqidagi dokladini tayyorlagan tadqiqotchilar sun'iy amra suratlarini analiz qilib 380 dek lagerning o'rnini topgan va bu lagerlarning davomli kengayayotganligini bayqagan. Ular yaqinda e'lon qilgan yana bir dokladida rayondagi 16 mingdek masjidning chiqilganligi yoki buzg'unchilikqa uchraganligini aniqlagan. 12 dekabr Xitoy Kompartiyasining birlik saf xizmat bo'limi atalmış İslam hajlarini boshqarish tadbirlarini e'lon qilib, Xitoy İslam jem'iyitidan boshqa hech kim haj faoliyatini tashkillayolmaydi deb bekitgan. Bu belgilama 1 dekabrdan boshlab yo'l qo'yildi ekan. Atalmış İslam haj ishlarini boshqarish tadbirlari jami 7 bob 42 modda bo'lib, uningda Xitoydagi musulmonlarning haj qilish ishlari cho'qim qonun bo'yicha olib berilishi kerakligi. Faqat Xitoy İslam jamiyati Makkaga haj qilishni tashkillashdagi birdan-bir tashkilot ekanligi. Agar islom diniga e'tiqod qilgan Xitoy fuqarolari haj faoliyatiga qatnashmoqchi bo'lsa, cho'qim hukumat tomonidan tekshirilishdan o'tib tasdiqlangandan keyin Xitoy İslam jamiyati tashkillagan haj faoliyatlariga tashkillik, planliq va tartibli qatnasha oladiganligi. Hech qanday tashkilot yoki shaxs ibodat faoliyatlarini tashkillamaydiganligi. Xiloflik qiluvchilarning qonun bo'yicha jazolanadiganligini ta'kidlagan. İslam haj ishlarini boshqarish tadbirlarida yana haj faoliyatiga qatnashishni xohlaydigan Xitoy fuqarolari o'z nopus tavalligidagi diniy ishlar o'rinlariga oldin tizimlash kerakligi. Qatlam tekshirishdan keyin har qaysi o'lkalik hukumat tasdiqlangan tizimlikni e'lon qilganligi. Buning ichida vatanparvarlik, qonunga rioya qilish, so'z harakatida birdek bo'lish iltimos qiluvchilarning birinchi asosli sharti qatoriga kirgizilganligi. Hajga qatnashuvchilar cho'qim Xitoy va aloqador davlatlarning qonun nizomlariga rioya qilish kerakligi hamda har darajalik hukumatlardan qattiq boshqarishni amalashtirishni talab qilib, atalmış qonunsiz haj faoliyatini qat'iy to'sish va diniy oshqo'llikning oldini olish qatorliqlar alohida belgilangan. Islom haj ishlarini boshqarish tadbirlari Xitoyning Davlat diniy ishlar idorasi, Xitoy diplomatiya ministerligi, Jamoat xavfsizligi ministerligi, Madaniyat va sayohat ministerligi, Davlat sayya komiteti, Tamojna bosh mahkamasi, Davlat bozorini boshqarish idorasi va Xitoy xalq avazisi bosh idorasi qatorliq 8 cho'ng ministerlik birlik tuzib e'lon qilgan. 6 dekabr Birleşken Devletler Teşkilatı turishliq 39 davlatning diplomatlari Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquqiga daxl taruz qilganligini birlikda ayblab, Xitoyning kishilik huquqqa, bo'libmi diniy va Sharqi Turkiston xalqining kishilik huquqiga hurmat qilishga chaqirgan. Navbatda texnik ko'p davlat va organlar Xitoy Kompartiyasining Sharqi Turkiston kishilik huquq tafsilotchiligiga qattiq ko'ngil bo'lib, Xitoyni qayta tarbiyalash lagerlarini taqashga, majburiy emgak qildirish, masjidlarni chiqish, majburiy tug'ut cheklash va boshqa diniy ziyonkashliklarni to'xtatishga chaqirgan. Chet eldagi kuzatuvchilarning qarashicha, butun dunyo Uyg'ur masalasiga qarata kuchli inkas qaytarayotgan mushundaq bir paytda Xitoy hokimiyati dunyo noroziligi qilchib pisand qilmay dinga bo'lgan cheklamasini texim yuqori ko'tarib, Pekin siyosatini chorasiz qolgan ojiz xalqqa yurgizib kelmoqda. Buning tipik misoli bo'lsa, ilgari o'zlari haj faoliyatiga boradigan son belgilab, qatlam tekshirishlardan o'tkazib, o'zlari layoqatli deganlarni haj qilib qaytgandan keyin har xil bahonalar bilan tutib jazo lageriga so'lagan. 13 dekabr Reuters agentlik xabarida ahvoldan xabardor 5 kishining dushanba kuni Aqsarayning Tayvanga ilg'or qurollarni setib berish uchun 3 kelishimni ilgari surganligini aytib, yaqinqi kunda Aqsaray parlamentga savdo kelishimini sunib tasdiqlashini kutadiganligini bildirdi. Bu
Bu xəvərni Reuters agentligi tunji qatam oshkorlagan bo'lib, 3 noyabrda o'tkazilgan Amerika prezident saylamidan ilgari bu harakat Xitoyning qattiq sarosimaga selib noroziligini bildirgan. 9-sentabr Reuters agentligi manbalarini naql keltirib xabar qilishicha, Tramp hukumatining Xitoyga besim ishiltish salmog'ini davomli oshirishga ergishib, Amerika doiralari Tayvanga mina, chorlig'uchi boshqarilgan bomba va uçquchsiz aeroplan qatorliq 7 cho'ng qurol sistemasi Amerikaning eksportini tasdiqlash bosqichiga kirgan. Bu 3 turli qurol sistemasi Lockheed Martin shirkati ishlab chiqargan yuqori harakatchan raketa qo'yib berish sistemasi nomli mashinaga o'rnatilgan ko'p xil raketa qo'yib berguchi. Bu o'yin shirkati ishlab chiqargan yiroq musofirlik boshqarilgan bomba. Shundaqla rasm va sonliq ma'lumotni aeroplandan yer yuzi punktining F-16 tashqi induksiya punktiga dal vaqtida yetkazilib bo'lgan kabinga qatorliqlar ekan. İsmini oshkorlashni xohlamagan bir kishining aytishicha, Kengash palatasi tashqi munosabatlar komiteti va Avom palatasi tashqi ishlar komiteti rahbarlariga planlangan 3 qurol yaroqning setilishining Amerika davlat ishlari mahkamasi tomonidan tasdiqlanganligi, ularning chet el qurol yaroqlarining setilishini nazorat qilishga mas'ul ekanligini bildirgan. Fransiyadagi Nantes tarix muzeyi dushanba kuni insonparvarlik qiymatini saqlab, axloqni chong turish uchun Chingizxon va Mo'ng'ul imperiyasi to'g'risidagi cho'ng ko'lamli ko'rgazmani, shundaqla Xitoy bilan hamkorlash planini amaldan qoldirganligini e'lon qildi. Sababi bo'lsa, Xitoy hukumati Janubiy Mo'ng'oliyadagi Mo'ng'ul millatlarga borgan-sari qattiq siyosatlarni qo'llanib, har jihatlardan bostirganlikqa qarshi norozilik bildirish. Nantes muzeyi dushanba kuni bayonot e'lon qilib, insonlarning va ilm-fanning qimmatini saqlash va axloqqa amal qilish uchun asli Janubiy Mo'ng'oliya bilan hamkorlashib o'tkazilmoqchi bo'lgan ko'rgazmani to'xtatishni qaror qilganligini. Xitoy doiralari ba'zi oshqushliq Chingizxon Mo'ng'ul imperiyasi qatorliq so'zlikning amdi ko'rinmasligini, ko'rgazmaning mazmunini o'zgartishini, muzeyga ta'vat tekist, o'snaxat, tonishtirish va ommaviy munosabat materiallarini kontrol qilishni talab qilishdagi yo'lsizligi ko'rgazmani 2024-yil ۆكتەبىرga kechiktirishga sabab bo'lganligini bildirdi. Xitoy madaniyat meroslari idorasining Nantes muzeyiga ta'minlagan yangi ko'rgazma teksti va tushuntirish materiallari aslidagi planni butunlay o'zgartirib qisqartib o'tgan. Nantes muzeyi Xitoyning milliy bayonga moslashtirish uchun Mo'ng'ul madaniyati va tarixini yo'qotishga urinish orqali tarixni qayta yozganligini ko'rsatgan. Nantes muzeyi yangi ko'rgazma bo'lsa, eng burungi ko'rgazma temasini saqlab, Yevropa va Amerika muzeylaridan Mo'ng'ul tarixiy yodgorliklarini oriyat kelib, 2024-yil ۆكتەبىرda o'tkazilganligini bildirdi. Janubiy Mo'ng'ulda taxminan 6.500.000 Mo'ng'ul nupusi bo'lib, sentabr oyining 5-ida Xitoy doiralari Xitoy tili ma'rif siyosatini yo'l qo'yganligini e'lon qilib, Xitoy tili ma'rifini zo'r darajada oshirib, Mo'ng'ul til darslikini qisqartib, Mo'ng'ul xalqining kuchli noroziligini qo'zg'agan. Cumhuriyet Reisi Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın 1923-yil 13-öktəbirdə paytaxt deb e'lon qilinganligini xotirlab telegramma tarqatdi. 13-dekabr ozodlik ko'rishining qarorgohi bo'lgan. Turkiyaning mustaqilligi va kelajagiga munosabatli qarorlar chiqarilgan va boshqarish markazi bo'lgan Ankara'ning paytaxt deb e'lon qilinishining xotiri kunini tabriklagan Cumhuriyet Reisi Recep Tayyip Erdoğan telegrammasida milliy kurash 1919-yildan 1923-yilgacha bo'lgan va Turkiya Cumhuriyetining qurilish musofasida tarixiy rol o'ynagan Ankara bugunmi milliy irodaning tajalligohi. Turkiya Buyuk Millat Majlisi bo'lib, muhim idora organlariga sohibxonlik qilib, Turkiya davlatiga nisbatan muhim o'rnin saqlashni davomlashtirmoqda. Mushundaq sharafli va ahamiyatli bir kunda Cumhuriyet Reisi Recep Tayyip Erdoğan oldi bilan Cumhuriyetning qurg'uvchisi Mustafa Kemal Atatürk, milliy kurash qahramonlari, barliq shehid va g'ozillarni hurmat va minnatdorlik bilan xotirlab, Anqaraning poytaxt deb chaqirlanganligining xotir kunini tabrikladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.